Va nihoyat uzoq kutilgan kun, ya'ni men intizorlik bilan kutgan kun keldi azizlar. Bugun Dipal brendi uchun alohida kun. 2 yillik yubiley. 2 yil shunchaki vaqt emas. Bu ishonch, rivojlanish va natija. Dipal qisqa fursatda o'ziga xos dizayn, kuchli xarakter hamda zamonaviy texnologiyalar bilan avtomobil olamida o'z o'rnini topdi. Shu munosabat bilan biz katta chegirma e'lon qildik. Hozir biz sizlarga chegirmaga tushgan mashinalarimizni obzor qilib o'tamiz. Dipal S07 crossover mashinamizga esa naqd 79 million so'm chegirma e'lon qildik. Dipal S05 mashinamizga hech qanday chegirmamiz yo'q edi, lekin biz sizlarni o'ylagan holda 20 million chegirma qilib qo'ydik. Sedan avtomashinasini yoqtiradiganlar uchun esa Dipal SL03 mashinamiz bor, naqd 40 million so'mgacha chegirma e'lon qildik. Dipal S09 7 kishilik crossoverimizga ham 40 million so'm chegirma e'lon qildik. Endilikda hamma intizorlik bilan kutgan Dipal S07 elektromobili birinchilardan bo'lib Changan Buxoroda. Bu mashinamiz bir quvvatlanishda 520 km yo'lni bosib o'tadi. 15-20 minutda esa 80% gacha quvvat oladi. Eng qulay narxlarda Changan Buxorodan olishingiz mumkin. Yaqinda kirib kelgan ushbu Dipal G318 mashinamizga ham 80 million so'm chegirma e'lon qildik. Chegirmamiz tugashiga sanoqli kunlar qoldi. Faqatgina 10-aprelga qadar davom etadi. Aytgancha, esingizdan chiqmasin, Xitoy davlatidagi Sanya shahriga esa faqatgina bir dona joy qoldi. Bunday imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Hammangizni Vlad avtosezidagi Changan Buxoroda kutib qolamiz. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun esa mana shu telefon raqamlariga bog'lanishingiz mumkin.